Azizlarim, mana shu Ibrohimdan o'g'lim. Ochig'ini aytsam, mana shu o'g'limni deb keldim Amerikaga. Eng qizig'i bizni hozir mana Nyu-Yorkda oddiy basketbol planshetkadamiz-da. Mani o'g'lim O'zbekistonda, sborniy O'zbekistonda kuchli komandalarga tushgan, ya'ni sborniy Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston yutqazishgan, lekin kuchli o'yinchilardan-da O'zbekistonda sborniy O'zbekistondan tashqari U18 yutgan O'zbekistonda va hokazoda. Men hozir shu yerda oddiy bularni ko'chadagi basketbolni ko'ryapman. O'g'lim bu yerda o'rta o'yinda, ya'ni zo'r o'yinchilarning qatorida emas. Bu yerda juda basketbolga kuchli e'tibor berishar ekanda. Ya'ni men bilmoqchiman, basketbolni vatani bo'lgandan keyin mana bizlar o'g'limiz vatani bo'lgandan keyin oson emas ekan. Давай, qani ko'rsatchi Ibrohim. Yes. Bir narsa bor. Shunaqa xullas azizlarim. Ko'ramiz qani nima bo'ladi. Xudo xolasa Amerikada ham kuchli o'yinchi bo'lishi ishonaman. Harakat qilamiz.